Bugun O'zbekistonda minglab oilalar hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan yirik loyiha boshlanganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu imkon markazi alohida ehtiyojli bolalar reabilitatsiya, ta'lim va qo'llab-quvvatlashni bir joyning o'zida oladigan maskan. Bu yerda logopedlar, psixologlar, reabilitologlar, defektologlar va shifokorlar faoliyat yuritadi. Har bir bola individual dastur asosida kompleks yordam oladi. Eng muhimi esa bu yerda bolalarning rivojlanishi, o'qishi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va mustaqil hayotga tayyorlanishga yordam beriladi. Hozirning o'zida Nukus, Kibra, Qarshi va Navoiydagi markazlar minglab bolalar va oilalarga yordam ko'rsatmoqda. Faqat o'tgan yilning o'zida bu yerda 546 mingdan ortiq mashg'ulot va muolajalar o'tkazildi. Har bir raqam ortida esa bir bolaning hayoti va uning oilasi turibdi. Loyihaning asosiy maqsadi sifatli yordamni har bir oilaga yashash joyidan qat'iy nazar yaqinlashtirishdir. Imkon bu shunchaki reabilitatsiya markazi emas. Bu bolalarning imkoniyatlarini ochib beradigan va oilalarga kelajakka ishonch baxsh etadigan maskandir.